Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Xitoy Xinhua agentliklarining 1-ayning 15 kundagi xabarda bildirilishicha, 1-ayning 15 kuni soat 18 dan 18 minut o'tganda Sharq Turkistonning shimolidagi Jungar o'ymonligining atalmish Jundong iqtisodiy va texnik taraqqiyot rayoni vokzalidan 52 vagonga ko'mir qachlangan poyezd bevosita Ningxia qarab yo'lga chiqqan. Bu poyezdning yo'lga chiqishi Xitoyning Sharq Turkistonning boyligini texnik zo'r darajada bulang-talang qilganligidan darak berdi. Xitoy tajovuzchilarining deyishicha, atalmish Xinjiangdan bevosita Ningxiaga ko'mir yetkazadigan bu temir yo'lning ochilishi atalmish Xinjiang ko'mir eksport iqtidorining yaxshilanganligining ifodasi. Shundaqla Xitoy davlatining energiya bexatarligining unumli kafolatga ega bo'lganligi deb ko'rsatgan. Bu temir yo'l Sharq Turkistonning Qumul shahriga joylashgan. Asosli liniyaning umumiy uzunligi 429 kilometr bo'lib, yuk tashish yo'li ichidagi birinchi darajali temir yo'l hisoblanadi. Bu temir yo'lning boshlanish nuqtasi bo'lgan atalmish Jundong iqtisodiy va texnik taraqqiyot rayonining mo'ljallangan ko'mir zapasi taxminan 390 milliard tonna bo'lib, Sharq Turkistondagi 5 cho'ng ko'mir konning biri ekan. Bu joy Xitoy davlat organlari belgilagan 14 cho'ng ko'mir bazasining muhim biri ekan. Jiangnan temir yo'l shirkatining lideri Yang Shunchangning deyishicha, 2023-yili atalmish Xinjiangning ko'mir ishlab chiqarish va setish sur'ati tez sur'atda kengaygan. Bu yil temir yo'l orqali atalmish Xinjiangning sirtiga to'shilgan ko'mir zapasi taxminan 60 million 311 ming tonna bo'lgan. Xitoy Markaz torining 1-ayning 16 kundagi xabarda deyilishicha, 1-ayning 14 kuni Urumchidan Moskvaga tunji qatimliq doimliq yuk tashish aeroplani yo'lga chiqqan. Egilishicha, Urumchidan Moskvaga bevosita qatnaydigan doimliq xalqaro yuk liniyasini Urumchi aerodromi guruhi Tianyi xalqaro ashyo obor cheklik shirkati o'rdigarlik shirkatining qo'mondonligida boshqarildi ekan. Bu aeroplan IL-76 tiplik yuk aeroplani bo'lib, 45 tonna ig'irlikdagi yukni to'shib oladi. Bu liniyadan asosliq ishlab chiqarish xom ashyasi, mashina zapchastlari, turmush lozimatliklar qatorliq mahsulotlar to'shilgan. Xitoy hukumati Urumchidan Rossiyaga boradigan qarorlik yuk transport navbatchi aeroplanini yo'l qo'yish orqali Ipak yo'li havo yo'llarini texnik kengaytirib, keyingi qadamda Xitoy va G'arb Osiyoga uchadigan aeroplan sonini ko'paytmoqchi ekan. Va uningdan boshqa Urumchi Yevropa liniyasini asliga keltirib, Urumchida xalqaro yuk aviatsiya markazi qilib qurish xizmatini tizatmoqchi ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.